Siz bu joyda qanaqa holatda sotib olgansiz? Tillasiga qo'shib pul berganmisiz gramiga? Yo, buni minus qilib sotishganmi sizga? Bu mashincha deyishgan olganman. Siz ham tilla deb o'ylagansiz. Men ham bilmaganman. Ishonchli odamlar pul sotgan. Hozir sizlar bilan mashina narsani gipsi bizamiz, hayotda bu xatoni qilmaylar. Hali ham muomalada yuradi mashina narsa, ichi to'liq gips bo'ladi buni. Hali ham odamlarga sotishadi bu narsani. Общий vesi 15-70 ekan. Normalniy minus bo'ladi hozir. Ustiga oddiy falga qilib qoplab qo'ygan-da, ko'rasizlar, falgidan ham yupqa narsa. Bitta donasini o'zi 241 gram. Serozniy bo'ladi, 80 dan 160, uje 200 ga yaqin bo'ldi bitta dona tosh. Bilasizmi, buni ham bizinglar bu qancha chiqarkan, mana gips ismamizdir edi. Bunni. 817. 753 gram shu tosh chiqdi. Mana shunaqa toshli ko'zli narsa olmaydi, mana shunaqa sotayotganinglarda minus bo'lib ketadi. 5 yildan keyin, 6 yildan keyin baribir boshqa narsaga alishtirmoqchi bo'lib ham pullarni sotasizlar.